Assalomu alaykum qadrli mijozlarimiz. Mana navbatdagi Cobalt mashinamiz. Genizda cho'qishi bilan kelgan, klapani qisilgan. Mashina holatlarini ham ko'rib turibsizlar. Mana Cobalt mashinamizni ham yig'ib tayyor qilib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin ovozlarini, tozaliklarini. Xudo xolasa, o'shiga ham bir atvergamizga o'rnatib qo'yamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, mashinamiz soatda qimirlamay ishlab turibdi. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa, bizga avtomobilga murojaat qilishingiz mumkin. Ishingizni chiroyli, sifatli, garantiyali qilib bitirib beramiz. Like, podpisa, kommentariyalar esdan chiqmasin. Baribir ham shu videoni kuzatyapsiz-ku. Hammaga rahmat.